Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova endi yo'q. Afsuski, hibsxonada bugun tongda noxush xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti marhum Islom Abdug'aniyevich Karimovning qizi Gulnora Karimova va uning hamkorlari telekommunikatsiya kompaniyalaridan O'zbekiston bozoriga kirish evaziga pora talab qilgan keng qamrovli tarmoqni shakllantirgani taxmin qilingan. Shveysariyada Gulnora Karimova bilan bog'liq yirik korrupsion ish ko'rib chiqiladi. Shveysariyada Gulnora Karimova ishi bo'yicha sud jarayoni boshlanmoqda. Joriy yil boshida u yana so'roq qilingani ma'lum bo'ldi. 27-aprel kuni Shveysariyaning Valensiya shahridagi federal jinoyat ishi sudi uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan yirik korrupsion ishini ko'rib chiqishni boshlaydi. Ish markazida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova turibdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Karimova va uning hamkorlari telekommunikatsiya kompaniyalaridan O'zbekiston bozoriga kirish evaziga pora talab qilgan keng qamrovli tarmoqni shakllantirgani taxmin qilinmoqda. Ushbu tizim bir necha yil davomida faol bo'lgan. Shveysariya bosh prokuraturasi 2012-yilda Karimovaga nisbatan korrupsiya, jinoiy guruhda ishtirok etish va pul yuvish ayblovlari bilan ish ochgan. Keyinchalik 2015-yilda Jenevadagi xususiy bank sobiq xodimi ham tergovga tortilib, noqonuniy mablag'larni yashirishga yordam berganlikda gumon qilingan. Ishning e'tiborli jihatlaridan biri tergov va sud jarayoni yillar davomida cho'zilib, hozirgacha davom etayotganidir. Voqealar 2008-yillarga borib taqaladi. Hatto Shveysariya sud amaliyotida ilk bor sud chet davlatlarga chiqib so'roq o'tkazgan. 2026-yil boshida Karimova Toshkentda yana so'roq qilingani aytilmoqda. Karimovaning 2014-yildan buyon O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgani va uning hibs sharoitlari xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilingani ham ish qo'shimcha murakkablik kiritgan, deb yozmoqda Shveysariyaning moliyaviy nashrni qo'shimcha qilishicha, sud jarayonida yana bir muhim savol bor. Asosiy ayblanuvchilar Valensiyanadagi sud majlisida shaxsan ishtirok etadimi yoki yo'q? Karimovaning ishtiroki ehtimoli past deb baholangan. Uning sherigi qayerdaligi ham ma'lum emas, deyiladi xabarda.